Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizda 6-dahada ikkinchi qavatda bir xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. Girgandan bu yerda oshxonasi joylashgan ekan, mebellari, gaz plitalari qoladi. Katyol bayning demir katyollar qo'yilgan bir xona bo'lsam, shifoklardan chiqib turibdi. Patologlar plastik, orientiri zo'r, mehmonlar telazlar, keyin Ablosnoy arxiva yaqin yerda ikkinchi qavatda bir xona kvartira. Bir o'zi oshxona va oshxonaning bu tarafiga chiqarganlar. Birimiz ham bir xona qilib qo'ydilar. Ikki xona esa pochti. Birimiz ham giyim tushgan, ovqatlanadigan mesa qilib ham bir xonacha qilib qo'ydilar. Xalasangiz o'zlaringiz bir oddiy bir ovqatlanadigan mesa qilsangizlar ham bo'ladi. Bir uголокlarni qo'yib, chiroyli qilib, bedening tezor zonalari, gaz, suvdan muammosi yo'q. Bu tarafimizda elektrik avtomatlari, hurmatli vatandoshlar. Keyin bu tarafimizda bir xonasi bor, bu yoqda sanuzelning. Sanuzelimiz ham unitaz, vannalar joylashgan bu yerda kafel qilingan arisollari bor. Devor shifoklardan chiqqan patolog plastik eshiklari MDF eshiklar. Hozir birimiz 6 metr uzunlikda. Eni 23 chiqadi, hurmatli vatandoshlar. Bu yerda televizor zonasi. Hozir bu tarafimizda balkoni bor, 2-3 razmerda balkon bor. Balkon azlayning. Aynalari plastik ramlarlar, hurmatli vatandoshlar. Bedenin konditsioner mesalar ekan. Ajoyib joy. Narxi 240 million so'm. Gelib üstünde sodasini qilib olsangiz bo'ladi. Yana tarafında bog'cha ismi, maktab ismi bor. Transportdan ku muammosi yo'q. Salgina yo'la yurib chiqsangiz, ozgina yurib chiqasiz o'zi. 18, 7, 19 marshrutları o'tibdi. Hamma o'ng'ayli. Amir Temur istirohat bog'ina, park ham yaqiningizda. Dehqon bozor ham yaqin. Raycenter bozor ismi, Dorital Urdu universiteti hamma o'ng'ayli ajoyib mesada ishning bir xonali kvartirani e'tiborlaringizga havola qilib o'tamiz. Narxini takrorlaymiz, 240 million so'm. Gelishadigan yeri bor. Dokumentdan hech qanday muammosi yo'q. Xonamizda Wi-Fi ham bor ekan, internetdan ham muammosi yo'q ekan, hurmatli vatandoshlar. Sizlar kanallarimizni obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib, videoga like bosib esdan chiqmasin. Kommentariyada chiroyli fikrlaringizni qoldirib qo'yasiz. Joylarimizga baho berib, necha joyga kerak bo'lsa ham yozib qoldirasizlar. Shuning joylarini qo'ldan kelgancha e'tiborlaringizga havola qilib boramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videoda sog'lom, yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.